Tuzlangan tarvuz yeb ko'rganmisiz? Ha, adashmadingiz. Hamma hozir tarvuzdan muzqaymoq qilayotgan bir paytda biz tarvuzni tuzlaymiz. Shunaqa yeyishli bo'ladi, ayniqsa qishda. Tarvuzni olib, bo'laklarga bo'lib, mana shu qizil joyini olib tashlaymiz. Umuman qizil joyi qolmasligi kerak. Orqasidagi po'stini ham archib tashlaymiz. Bizga faqat shu oq joyi qolishi kerak. Xuddi shunaqa po'sti qalin tarvuz bo'lsa yana ham zo'r chiqadi. Buni bo'laklarga bo'lib olib, shunaqa og'zi katta baklashka topib, baklashkani ichini yarmidan ko'prog'ini tarvuz bo'laklariga to'ldirib chiqamiz. Tabga ko'ra murch, chesnok, qalampir solamiz. Qoqib bo'shab qolgan joylariga yana qalampir solamiz. Keyin 1 litrlikka bitta qoshiqda, yarim litrlikka yarimta qoshiqda tuz solib, oddiy muzdek suv quyib, qopqog'ini yopib qo'yamiz. Shu bilan tayyor. Bemalol qishda iste'mol qilsak bo'ladi. Menga obuna bo'lishni unutmang.